Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Imzo do'stlik jamoasi Namangan shahridagi yana bir obyektimizni topshirish jarayonidamiz. Bu joyda video davomida kuzatib borsangiz, noodatiy surma eshiklarimiz hamda panorama romlarimizni qo'yib berganmiz. Bu joyga video avvalda aytib o'tganimdek, Italiya davlatda ishlab chiqarilgan Albert Genau firmasiga tegishli Tiara TV Max surma eshiklaridan qo'yib berganmiz. Bu eshiklarimizni afzalliklaridan eng yaxshisi to'liq holda, orada hech qanaqa to'siq qolmagan holatda ochilish imkoniyatiga ega. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir bu joyda ichki dizayn bo'yicha update ishlarini olib borayotgan Jamolxon akaning shogirdlari Azizbek bilan turibmiz. Azizbek, sizlar mana ko'p obyektlarda yurasizlar, har xil eshik romlarni o'rnatilishini, boshqasini ko'rgansizlar. Bizni iminni Imzo do'stlik jamoasini eshik romlarini sifat haqida, o'rnatilish jarayoni haqida bir fikringizni aytsangiz. Assalomu alaykum. Oddelga bo'yicha ko'p joyda ishlaganmiz. Eshik romlarini qonun qoidasi bo'yicha ko'p kichim o'rnatmaydi. Penalini yaxshi qo'ymaydi. Mubashshirokam mana qonun qoidasi bo'yicha cho'tkalab, hamma joyini cho'tka qilib o'rnatib qo'ydilar. Ishlar sifatli ekan, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Sizlarga ham shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.